Pensionerlar uchun ajoyib yangilik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda keksalar uchun poyezd va samolyot chiptalariga chegirmalar e'lon qilindi. Keksa fuqarolar uchun qo'shimcha qulaylik yaratish, ularning mamlakatimiz bo'ylab sayyohlik safarlarida faol ishtirokini qo'llab-quvvatlash maqsadida keksalar uchun turizm oyligi munosabati bilan maxsus chegirmalar beriladi. Bu haqda Transport vazirligi ma'lum qildi. Unda aytilishicha, O'zbekiston Airways 60 yoshdan oshgan erkaklar va 55 yoshdan oshgan ayollar uchun barcha iqtisodiy klass chiptalariga 15% chegirma taqdim etadi. Taklif aviakompaniyaning 2025-yil 1-noyabrdan 30-noyabrgacha bo'lgan ichki parvozlarga amal qiladi. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari ushbu toifadagi fuqarolar uchun barcha ichki yo'nalishlardagi poyezdlarga Afrosiyob tez yurar elektropoyezdlardan tashqari yo'l haqining tarifi qismidan 20% chegirma e'lon qiladi. Imtiyoz har yil 2-8 oktyabr kuni va 1-30 noyabr kunlari amal qiladi. Ushbu choralar ichki turizmni rivojlantirish, butun respublika bo'ylab qulay sayyohlik qilish imkoniyatlarini kengaytirish, hurmatli nuroniylarimizning turizm safarini oshirishga qaratilgan, deyiladi xabarda. Ushbu xabarni nuroniylarga tezda yetkazib qo'yamiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.